Men ishga borib kelay. Yaxshi borib keling, siz dunyodagi eng yaxshi ustasiz. Yo, bugun bormayman yo ishga. Bo'l tez ish qilaylik. Boraman-ku. Uylanib devona bo'ldi bu. Siz uchun yurakchali tuxum pishirdim. Rasmini tashlaymi? Men ham sizga yurakcha yasadim. Bugun aytaman. Uylanib tentak bo'libdi-ku bu. Yo, tog'da emasman, hovlidaman, uyda ustalar ishlayapti-yu. Siz meni mushukchamsiz. Siz arslonimisiz? Siz quyonchamsiz. Siz polvonimisiz? Rast bo'l. Sizga atab yurakcha yasab Telegramdan rasmini yubordim, bitta ko'ring. Bu uylanib miyasi bilan shartnomasi tugat. To'kaskanni qil. Hozir Charchab qolmayapsizmi, begim? yo, kraska qilyapman. Usta, holmang. Zakaz olasizmi? Oyog'ingiz ekan-ku sizda. Razavitiz olib kel. Sizga atab she'r yozdim. Rostdan, qani aytingchi? Sevdim sizni har kuni, dushanba kun ishim yo'q. Siz ham seving har kuni, og'zimda bitta tishim yo'q. Bor, ana qo'lida kraska shotkasini olib qol, she'rini o'z devorga yozadi o'z. Bor. Agar sizni sevish kasallik bo'lsa, men bemorman. Agar sevgi narkotik bo'lsa, men narkomanman. Qiziqchimisiz? Kuldiraman-daman. Usta, menga pul bering. Nimaga? Gul olaman, aytaman. Men senga nima uchun pul beraman? Nima ish qilding-ku men senga pul beraman? Kelganingdan beri I love you, I love you, I love you, I love you. Yo, bular bilan remont hali bitmaydi. Yo'q. Mayqalari, narsalar yig'ishtirlaring, 2-3 kun dam olib kelaring. Hay. Shunasa narsadan yig'ishib ketaylik. Yur tez, 12da ham ish boshlaydi. Yo'q. Ha, kelaring. Kim qildi buni? Bizning Archimir jamoamiz arxitektura hamda dizayn yo'nalishi bilan shug'ullanamiz hamda uyga remont podkljush qilib beramiz. Agar uyingizni remontini bizga topshiradigan bo'lsangiz, dizayn loyihani bepulga qo'lga kiritasiz. Lekin zo'r chiroyli qilibdi, remont zo'r qilibdi. Salon deb 48 ta zakaz atmay bo'ldi. Qachon ko'karaman?